Televiziyaning qadrli ko'ruvchilari, salom. Ushbu soat o'zbekcha xabarlariga xush kelibsiz. Bugun seshanba 1394-yil 23-saraton, milodiy 2015-yil 14-julay. Yangiliklar qisqa satrda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti naqshining tekshirish sherik jalsasini Afg'onistonda barguzar etilgani, Sanoq kengashi a'zolarining ro'za muborak oyida qonli hujumlarning ko'payganini tanqid bildirgani va Eron 5.1 guruhining kelishib olgani. Ushbu soat xabarlari bilan men Faridullo To'g'ri. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi naqshini tekshirish sherik jalsasi bugun mamlakat Tashqi ishlar vazirligida barguzar etilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Tashqi ishlar vazirligining birlashma bir e'lomiyasida kelganki, ushbu jalsada Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi naqshi ustida suhbat bo'ladi. Ushbu sozmonning Afg'onistondagi namoyandalari naqshi ta'sirli tekshirilgan. E'lomiyada mamlakat Tashqi ishlar vaziri Salohiddin Rabbonidan naql bo'lib kelganki, Afg'oniston boyat itminon hosil qilsa-ki, Yunamo ma'muriyati o'tmish dahasi hamsuligi bilan qoladi va ana shu amirning nazarda tutib, Afg'oniston xohlaydi Birlashgan Millatlar Tashkiloti faoliyatlari yakdast surat olsa to ortiq yutuqliklar qo'lda keltirsa. Ayni holda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'oniston uchun bo'lgan xos namoyandasi Nikolas Haysim ushbu jalsada aytganki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti ushbu sozmon bosh kotibi istagi bilan ushbu tekshirish jalsasining barguzar etganidan xush qarshilaydi. Haysim janoblari itminon berganki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarib 50 yil bo'ladiki, Afg'onistonda huzuri bor. Afg'oniston o'lkadoshlari hayotining yaxshilanishiga ta'hudli. Sanoq kengashi Tolibon guruhining turli viloyatlarda bo'lgan hujumlarini qoralab, ayniqsa ro'za muborak oyida hukumatdan istak bildirgan Afg'oniston mardimi yovlari bilan mutaqobil barxo'rd qilsa, Sanoq kengashi raisi aytganki, qasam uchgan dushman sil ma'nosini bilmaydi va hukumat boyat o'lka yovlari bilan mutaqobil barxo'rd qilsa. Ayni holda Sanoq kengashi a'zolaridan bir qatori qayta bir marta so'zlashuvlar rejasidan tanqid bildirib, ta'kid berganlarki, tozamoni kotish kesim qarorlanmasa, sil muzokarati natija keltirmaydi. Urush ulusning qarshi so'zlaridan bo'lib, Afg'onistonda yillar bo'yicha ushbu o'lkaning siyosiy qaziyonlarida tashqi o'lkalar daxolat qilib, muziklarni chertadi. Ushbu urush qurbonlari ham oddiy aholi hamda qashshoq ulus bo'ladi. Yillar bo'yicha tengsizliklar bilan qurbonliklar berib, o'lka yashovchilariga qayg'uliklarni keltiradi. Har kun o'tishi bilan xavfsizlik vaziyati yomon bo'lib, uning o'rinlarini tengsizlik va buzg'unchiliklar oladi. Biroq tinchlik vojasi Afg'onistonning tinchliklar tomoniga olib borishlari bo'lgan va Afg'oniston hukumati ham yangidan Pokistonning yordamchiligi bilan birinchi dor so'zlashlarni yo'lga qo'yib va hay'atning toliblar bilan yuzma-yuz shaklda uchrashlar uchun Pokistonda yuborgan edi. Ushbu hay'at toliblar namoyandalari bilan uchrashgan, biroq Sanoq kengashining bir qator a'zolari hanuz ham Pokistonning sadoqatligida ishonchi bo'lmay, ular hukumat tomoniga yetishtiradikim, ana shu paytgacha otash kesimi to'xtatilmasa, muzokaralar natija bermaydi. Sanoq kengashining ushbu a'zolariga ko'ra, Afg'oniston davlati boyat kuchli shaklda tinchlik muzokarasiga kirib, hech bir tomonga boch bermasinlar. باید از موضع قدرت با دشمن صحبت بکنیم و دشمن سرکوب بکنیم تا اینکه مجال پیدا نکنه که مردم افغانستان به شکل بی‌رحمانیش از بین ببره. دستاوردهای صلح کجا شد؟ صلح با یک آتش بس می باشه. صلح با یک دستاورد می باشه. حداقل دستاوردهای ابتدایی خود باید داشته باشه. Ana shu holda Sanoq kengash boshlig'i Ramazon oyida o'lkaning turli viloyatlarida toliblarning hamalotlarini qoralab, ularning shunday ishlarni islomiy shariat qarshiligida bo'lganligini aytgan. Sanoq majlis boshlig'i hukumatdan istagan kim Afg'oniston ulus yovlari bilan yuzma-yuz shaklda to'qnashsinlar. Ushbu majlis boshlig'ining ko'paytirishicha, ont ichgan yovlar tinchlik ma'nosini bilmay va hukumat boyat yovlar bilan yuzma-yuz shaklda to'qnashsinlar. پروسه و صلح براش متاسفانه هغه څوک چې د افغانستان ملت ته قسم خوړلی هغه په صلح باندې نه پوهیږي او نه د صلح لاره هغوی پیژني. د حکومت نه غوښتنه دا ده چې دشمن سره په هماغه شکل برخورد وکړي چې زموږ د ملت سره برخورد کوي، زموږ د حکومت د چارواکو سره او د مسؤلینو سره برخورد کوي. Ana shu holda Sanoq kengashining bir qator a'zolari o'lkada bo'lgan tengsizliklardan aytib, hukumat xususan milliy birdamlik rahbarlari
tengsizliklarni o'rtadan olib ketish uchun tafovutsizlikka qoralaydi. کمک نرسید با مردم. دیروز مجبور شدن منطقه را ترک کرده. تا حال مردم پیدا نمیشه که می کسا تا کجا رفتن. نصفشون در قیصر، در ولسوالی قیصر پیش فت الله خان قیصر رفتن. تا حال دیگرایشون پیدا نمیشه. استانه بابا قوت‌های خاص گفته از مرکز روان کردن، قوت‌های خاص رفتن استانه بابا را خود قوت‌های خاص شکست دادن. Bu ayni holdagi har kunlab Afg'oniston ulusi hamda o'lka parlamentı tengsizliklar uchun hukumatni qoralaydi. Ularning tanqidlari hukumat rahbarlari bo'lgan, biroq ko'rinishcha hukumat rahbarlari ulusning istaklariga javob qaytarmay, har kunning o'tishi bilan o'lka viloyatlarida vaziyat yomon bo'lib boradi va toliblar ham o'z hamalotlarini turli mantiqlarda osonlik bilan tartib beradi. Tolibon guruhining Lag'mon viloyati uchun bo'lgan nomnihod hokimi milliy amniyat harbilarining bir xos amaliyot oqimida tutuqlangan. Milliy amniyat riyosati aytganki, Aminjon ko'chay mamlakat sharqiy mintaqasida xavfsizlik harbilari ustida surat olgan bir qancha qonli hujumlar sababchisi ekan. Milliy amniyat riyosati so'zchisi aytganki, Tolibon guruhining ushbu a'zosi mahalliy polis harbilaridan birining janoza marosimida xudkush hujum sodir etib, natijada 16 kishining shahodati sabab bo'lgan ekan. Lag'mon viloyatining Alingor tumanida xavfsizlik postlari ustida sodir bo'lgan hujumki, unda 9 mahalliy polis halok bo'lgan edi ham Aminjon ko'chayning ishi ekan. امینجان کوچای در شهادت اضافه تر از 76 نفر اعضای پلیس محلی مستقیما دخالت داشتند و باعث شهادت صدها تن از هموطنان بیگناه ما از اهالی منطقه شدند. Bomyonning ijodgar shaharlar tarmog'ida a'zolikka nomzod etildi. Afg'oniston markazidagi Bomyon shahri Birlashgan Millatlar Tashkilotining farhangiy ilmi va o'rgatish bo'yicha idorasini jahonning ijodgar shaharlari guruhiga qo'shilishiga nomzod etilgan. Bomyon mahalliy mas'ullariga ko'ra bu viloyat dunyoning ijodgar viloyatlar tarmog'iga a'zo bo'lishi uchun nomzodlik me'yorlarini to'ldirgan va bugun nomzodlik hujjati UNESCO tashkilotiga topshiriladi. Rasmlarga ko'ra bu me'yorlar tarixiy jihat qadimligi, tarixiy asarlarga ega bo'lishi, uzoq madaniyatga egaligi va qo'l san'atidan iborat bo'lgan. Bomyon viloyatida 3 tamaddunga oid asarlar Sartasht, Budoyi va Islomni uchratsa bo'ladi. Muxadram moddalar bilan qarshi kurash vazirligi muxadram moddaga chalishganlarning dori-darmon bo'lgandan so'ng qayta muxadram moddaga yuz keltirishlari sababi uchun bo'lgan yirik tahqiq guzarishni nashr etgan. Muxadram moddalar bilan qarshi kurash vaziri aytganki, ushbu guzarish Omma sog'liq vazirligi ohangdoshligi bilan tayyorlangan. Muxadram moddalar bilan qarshi kurash vazirining aytishiga ko'ra, ushbu guzarish mamlakat 6 viloyatda 39 tadoviy markazida randozlik bo'lgan. Muxadram moddalar bilan qarshi kurash vaziri muxadram moddaga chalishganlarning qayta yuz keltirishlarini ishsizlik va o'rtoqlari bosimi unvon etadi. Bangivor moddasiga qarshi kurashish vazirligi Omma sog'liq vazirligi bilan hamohangda bo'lib, bangivor moddasini istifoda qilishlarini tadoviy bo'lishdan so'ng qaytadan chalinishga avomil bo'lgan guzarishni nashr qilgan. Ushbu guzarish asosida 22% ishsizlik, 19% do'stlarni fishor keltirishi hamda 16% osonlik bilan bangivor moddasiga chalinishi mo'tadlarning tadoviy bo'lishidan so'ng birinchi omillardan sanaladi. Bangivor moddasiga qarshi kurash vazirining aytishicha, ushbu guzarish o'lkaning 6 viloyati hamda mo'tadlarning mudofaa qilish 39 markaziga yo'lga qo'yilgan. Bangivor moddasiga qarshi kurash vaziri mo'tadlarning qaytadan bangivor moddasiga qaytish illatini ishsizlik bo'lganligini aytadi. این تحقیق در 6 ولایت افغانستان که شامل ولایات کابل، هرات، قندهار، بدخشان، بلخ، ننگرهار می باشد صورت گرفته است. این تحقیق نشان می‌دهد که مصرف سوی مواد مخدر یک مشکل عمده میان جوانان و جامعه ما است و فیصدی بلند استفاده کننده های مواد مخدر را جوانان تشکیل می‌دهند. در افغانستان دلایل مختلفی برای شروع استفاده به مواد مخدر وجود دارد. این تحقیق نشان می‌دهد که فشار دوستان عامل اصلی آن میباشد. Ana shu holda ijtimoiy ishlar vazirligining mo'yini mo'tadlarga ish zaminasini yaratishi borasida ta'kid qiladi. Boshqa tomondan Omma sog'liq vazirligi mo'yinining aytishicha, omorlarga ko'ra o'lkaning 11% ulusi bangivor moddasiga chalingan. Ammo ma به خاطر از اینکه عامل بیکاری را کاهش بدیم باید زمینه آموزش حرفه‌ای را مساعد بسازیم. کسایی که دوباره صحتیاب میشه دولت قادر بعضی نیست که اینا رو کلش
با تشکیلات دولت جذب کنه. ما میگیم که زمینه آموزش حرفه‌ای را برشان مساعد بسازیم تا اینا یک حرفه را یاد بگیره و بعد از حرفه اینا بره به مارکت کار و صاحب روزگار شود تا از اعتیاد دوباره جلوگیری شود. که در دسامبر سال 2014 به نشر رسید و بر اساس نتایج سروی ملی استفاده مواد مخدر افغانستان که توسط دفتر بین المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون وزارت خارجه ایالات متحده صورت گرفته بود، تعداد مجموعی استفاده کننده از مواد مخدر قسمی که جناب معین صاحب به او اشاره کردن 2.9 تا 3.5 میلیون در افغانستان تخمین گردیده که تقریبا 11% تمام نفوس کشور را تشکیل میده. Bu ayni holda kim har yilning o'tishi bilan bangivor moddasining mo'tadlar raqami ko'payib boradi va davlat ham ushbu muammoni hal etish uchun belli bir barnomani qo'lga olmagan. Sanoq Kengashi raisi uqtirish berganki, hukumatning parlament saylovlari zamonining e'lon etishiga bergan va'dasini cheklangandan so'ng hamkorliklarni Milliy Kengash bilan uzib qo'yadi. Unga ko'ra, agar hukumat ana shu muddatda parlament saylovlarining barguzor etishi uchun mushaxas bir zamonning tayin etmasa, Sanoq Kengashi tasdiqlab hatto Milliy Kengash bilan ishlamasa va u faysalalari ham qonunsiz. Bu aynoldagi hukumat bir oy muhlat bergan to parlament saylovlari zamonining mushaxas etsa. Milliy birlik hukumati yoki jumhuriylik nomzodining siyosiy tavofuqi natijasi bilan tashkil etilgan. Biroq ushbu hukumatning tashkil etilishidan yaqin 10 oy o'tadi. Hanuz ham turli bo'limlarda qiyinchiliklar mavjud bo'lgan. Ikki jumhuriylik nomzodi orasida bo'lgan tavofuq bilan Milliy birlik hukumati nizomda islohot keltirish uchun kelishuv imzo qilgan edilar. Ushbu kelishuvnomada saylovlar nizomda islohot keltirishi borasida ham ta'kid bo'lingan. Ikki rahbarlar tavofuq qilgan kim bir oy ichida saylovlar nizomida islohot keltiradi. Biroq ushbu hukumatning qurilishidan qarib 10 oy o'tadi. Hanuz ham islohotlardan hech qanday xabar yo'q. Hukumat va'da bergan edi, saylovlar nizomida islohot keltirish komissiyasi o'z ishlarini boshlaydi. Biroq ushbu komissiya raisida bir kishini saylanishi uchun qarshi fikrlarni bo'lishi bois ushbu komissiya tashkil etilmagan. Shuningdek, hukumat bir farmon asosida majlis ishini idoma topishini ta'minot qilib, aytganida yaqin bir oy ichida ulusijiga saylovning bo'lib o'tish tarixini e'lon qiladi. Biroq hukumatning tayin qilgan paytidan necha kun qolgan. Ana shu holda Sanoq Kengash boshlig'ining ogohlantirishicha, hukumat tomonidan parlament saylovini bo'lib o'tish uchun tayin etilgan muhlatgacha ushbu majlis bilan ish qiladi. Unga ko'ra, agarda hukumat ushbu muddatda ulusijiga saylovning bo'lib o'tish tarixini belli qilmasa, Sanoq majlisi taslim oladi. Namoyandlar kengashi bilan ish qilmay, ularning faysallari qonunsiz bo'lishi mumkin. Mo'ng o'stas ehtijojam pamdi ma'no. Mo'ng o'tas xubla faysala pamdaga had qiladi chi, mo'ng da ulusijiga sar tardagi ruxsatay kar ku. په دې معنی کار کوو چې حکومت باید په یو میاشت کې دنه تقویم د انتخاباتو اعلان کړي او به ګورو چې تقویم د انتخاباتو د افغانستان د ملت په خیر ده مشران جرګې د قابل د قبول لکنه به دغه وروسته بعدي تصمیم د یو ځل موږ تاسو په دې تصمیم نیولای سید هم نسی boshqa tomondan Sanoq Kengashining bir qator a'zolarining aytishicha, jumhuriylik riyosati tomonidan tayin etilgan muhlatga andak payt qolgan. Biroq saylovlar nizomida islohot keltirish komissiyasi va saylovning yo'lga qo'yish tarixidan hech qanday nishona ko'zga tutilmaydi. طرف رئیس صاحب جمهور اعلان شده بود تا کنون ما سر و صدای در این مورد نمیشنویم. علاوه از اینکه در مورد تعیین تاریخ انتخابات کدام حرفی نیست، در موضوع رئیس و کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی هم کدام حرفی وجود نداره. جناب رئیس صاحب جمهور تعهد داده بود بر مردم افغانستان، نماینده های مردم افغانستان که طی یک ماه وقت و زمان انتخابات ما tayin میکنیم و تا فعلا خبری نیست. Bu ayni holda kim yangidan jumhuriylik riyosati e'lon qilgan kim saylovlar nizomida islohot keltirish komissiyalariga bo'lgan kishilarning saylanishi takmil bo'lib va ijroiya boshlig'ining muvaffaqiyati bilan saylovlar nizomida islohot keltirish komissiyasi o'z ishlarini boshlaydi. Tashqi yangiliklar. Eron bilan kelishuvga erishildi. Jazo choralarini bekor qilinishi evaziga Eronning astaviy dasturini cheklash borasidagi kelishuvga erishildi. Bu haqda Viyanoda uchrashgan 5 guruhi, ya'ni Amerika, Britaniya, Fransiya, Chin, Rossiya va Olmon
diplomatlari e'lon qildilarki, kelishuvga binoan Eron xorijiy kuzatuvchilar uchun o'z hastaviy inshootlari ishlarini ochib beradi. Buning evaziga G'arb davlatlari Eronga qarshi jazo choralarini bosqichma-bosqich bekor qilib boradilar. Ammo kuzatuvchilar xohlagan paytlarida, xohlagan joylarida paydo bo'la olmaydilar. Kuzatuvchilar o'z tashriflarini asoslab berishlari kerak bo'ladi. Ular hastaviy inshootlarga xohlagan paytlarida kira olmaydilar, deya xabar qiladi. Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha xizmati xabariga ko'ra, 6 davlat tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi Viyanoda London vaqti bilan soat 9:30 da boshlandi. Bu uchrashuv Tehronning hastaviy dasturi borasidagi ko'p yillik muzokaralarga nuqta yasaydi. 6 davlat va Eron hastaviy dasturining qisqartirilishi va xalqaro jazo choralarining olib tashlanishi borasida 100 betli hujjat ishlab chiqqanlar. Eron va G'arb davlatlari o'rtasidagi mazkur muzokaralar 13 yildirki davom etmoqda. Omskdagi bino qulashidan qurbonlar soni ortgan. Rossiyaning Omsk shahridagi askarlar qolayotgan binoning qulab tushishi natijasida kamida 20 kishi halok bo'lganiga, 20 dan ortiq turli jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgani aytilmoqda. Shifokorlarga ko'ra, yaradorlardan 4 nafarning ahvoli og'ir qolmoqda. 10 nafar yarador harbiylarga tibbiy yordam ko'rsatish uchun harbiy uchoqda Moskvaga olib ketilgan. Taxminlarga qaraganda, binoning qulashiga binodagi texnik nosozliklar sabab bo'lgan bo'lishi aytilgan. Qadrli ko'ruvchilar, shu soatgacha bo'lgan yangiliklar onchilardan iborat edi. Yana ko'rishguncha xayr, sog' va amon qoling.